Assalomu alaykum hammaga. Yangi Aurora nomli modelimiz. Bu modelimizning asosiy korpuslari 100% ultra dekorli MDF dan, qora qismlari esa Pantini Pellani 18 mm akrildan qilingan tumbalar va trimolarning ustida. Tumbalarimizga keladigan bo'lsak, tumbalarning usti ochiladi, sekretli. Hamda tag tortma qismimizni tagi 8 mm ikki taraflamali oq MDF dan qilingan. Bu albatta og'irroq yuklarni qo'yganda oddiy HDFga nisbatan yaxshiroq, uzoqroq ishlab beradi va mexanizmlarimiz tandem mexanizm tortmani ost qismidan ushlaydi va 30 kg-gacha bo'lgan yukni bemalol ko'tarib yaxshi ishlab beradi. 50 ming marta ochilib yopilishiga javob beriladi. Kravatimizni matosi rossiyskiy Ametist firmasiniki. Matoni o'zi asli Turkiyaniki, yaxshi zich to'qimali mato. Kravatning boshiga sensorli chiroq qo'yilgan. Uni xohlagunizcha yorqinroq va sal yorug'ligini pastroq qilsangiz bo'ladi. Kravat ostiga keladigan bo'lsak, kravat osti ochish uchun qulay, yengil mexanizmlardan foydalanilgan. Turkiyaning mexanizmi temir rossiyskiy, O'zbekistonda bukiladigan profildan qilingan. Kraskasi yaxshi Ironning kraskasidan foydalanilgan, qirilishi kamroq. Ochish uchun ruchkalar Geloviy, Turkiyaning Geloviy ruchkalaridan foydalanganmiz. Kravatning osti ko'pgina mavsumiy kiyimlarni almashtirish uchun, joylash uchun juda ham qulay qilingan, chang kirmaydi, tagiga HDF qo'yilgan, ochish va yopish uchun juda qulay. Shkafga keladigan bo'lsak, shkafimiz 270 cm, erkaklar bo'limi, ayollar bo'limi va bu yerda umumiy foydalansa bo'ladigan polkali qism va veshilkali qismdan iborat. Eshikni profili Turkiyaniki, yaxshi alyuminiy profil, parashkoviy kraska bo'lgan, qirilmaydi. Ichida ikkita tortmasi bor. Bu tortmaga ham tandem mexanizmlar qo'yilgan. Tagidan ishlaydigan. Va bu qismimiz albatta erkaklarimiz uchun, kostyum va shimlar uchun mos tarzda bo'lingan. Shkafning chuqurligi 60 cm, eni 270 cm, balandligi 220 cm. Trimoga keladigan bo'lsak, trimomizda ham old qismi akriloviy panel, travertinga o'xshashlikni beradi. Tortmalarda bunda ham tandem mexanizm va 8 mm oq MDF dan foydalanilgan. Bu modelimizda ham Abu Sahidagi Chinor mebeldan xarid qilsanglar bo'ladi, ko'rsanglar bo'ladi.